ko'rib to'g'risi juda ham rahmim keldi. Juda rahmim keldi. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Xo'p, bir 6 oy 7 oylar oldin o'rnatib ketgan joyimizga keldik. Atletchi ustalarimiz ishlayotgan ekan. Bu ustakalarimizga ham uyda egalariga murojaat. Xo'p, atatsentalar qilib chiroyli qilib qo'yishgan. Biz sheromda o'rnatganmiz, unda shika turka holatida edi. Ahvolni ko'rib to'g'risi juda ham rahmim keldi. Juda rahmim keldi. Sheromda ahvoliga ko'rib borchu. O'zini hurmat qilgan usta ozgina malyarni skotch yopishtirib olsa arzimagan pul turadi-ku, to'g'rimi? Mana bunisiga qaranglar. Juda ham achinarli holatda. Uyda egalariga ham iltimos, shuni ustalarga tayinlanglar, balki ustalar esidan chiqib qolar. Ularda esidan chiqib qolsa, sizlar o'zingizlarni buyumlang-ku, o'zingizlarni uylarga turadi-ku, shuni o'zlaringiz islangdan chiqmasdan shu narsani olib bersanglar, chiroyli qilib yopishtirib ketsa, ishdan keyin bitta shilib tashlasa, chiroyli holatda qoladi. Endi mana holatni ko'rib achinasizda, to'g'risi mehnatga. Shuni aytib qo'ymoqchi edim, misol bo'laylik.